Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatida islohotlar natijadorligi hamda kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Bugungi kunda hududlarni kompleks rivojlantirish har qanday davlatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Aynan shunda mamlakatning iqtisodiy salohiyati to'liq namoyon bo'lib, yangi ish o'rinlari yaratiladi, infratuzilma rivojlanadi va aholi turmush sifati oshadi. Shu bois dunyodagi ko'plab muvaffaqiyatga erishgan iqtisodiyotda hududiy o'sish nuqtalarini rivojlantirish, ularning tabiiy, inson kapitali va ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Mohiyatan bu jarayonni taraqqiyotni boshqarishning yangi falsafasi deyish mumkin. Bunda har bir viloyat, har bir tuman milliy iqtisodiyotning mustaqil va to'laqonli drayveri sifatida qaraladi. Ya'ni bunday yondashuv bir vaqtning o'zida bir nechta strategik vazifalarni hal etish imkonini beradi. Hududlar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, tadbirkorlikni rag'batlantirish va aholi farovonligini o'sishiga sharoit yaratadi. Bugungi kunda O'zbekiston aynan shu yo'ldan izchil qadam tashlamoqda. Hududlarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Har bir viloyatning raqobatdagi ustunliklarni aniqlash, ulardan samarali foydalanish alohida e'tiborda. Bu tabiiy resurslar, qishloq xo'jaligidagi imkoniyatlar, sanoatdagi salohiyat yoki turizm yo'nalishi shular jumlasidan. Bunday yondashuvga yorqin misollardan biri Qashqadaryo viloyati. Ulkan iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan ushbu hudud uzoq yillar davomida tan olish kerak, aniq va tizimli rivojlanish strategiyasiga ega emasdi. 2017-yilga qadar Qashqadaryo viloyati qator murakkab muammolarga duch kelgan. Iqtisodiyotning diversifikatsiyasi cheklanganligi va asosan xomashyo tarmoqlariga, ayniqsa gul va dori o'tkazib olish sohasiga yuqori darajada bog'liqlik mavjud edi. Sanoatni qayta ishlash sohasi yetarlicha rivojlanmagan, ko'plab resurslar qo'shimcha qiymat yaratish jarayoniga jalb etilmaganligi shular jumlasidan. Infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani ham jiddiy muammolardan biri bo'lgan. Ko'plab tumanlarda sifatli yo'llar, ichimlik suvi tizimlari va ijtimoiy infratuzilma obyektlari yetishmasligi sezilar edi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasining yuqoriligi mehnat migratsiyasining kuchayishiga olib kelgan. Qishloq xo'jaligi sohasi ham katta salohiyatga ega bo'lishiga qaramay, muayyan cheklovlarga duch kelgan. Yetarlicha samara bermaydigan eski xo'jalik yuritish usullari, suv ta'minoti muammolari, zamonaviy agrotexnologiyalar yetishmasligi sohaning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilgan. Shu bilan birga ijtimoiy sohada ham zamonaviy maktablar, tibbiyot muassasalari, madaniyat va sport obyektlarining yetishmasligi aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Haqiqatan ham yillar davomida muammolar to'planib qolgan edi. 2017-yil esa viloyat taraqqiyotida burilish nuqtasi bo'ldi. Aynan shu davrdan boshlab hudud yangi rivojlanish yo'liga qadam qo'ydi. Viloyat iqtisodiyoti va ijtimoiy infratuzilmani kompleks modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar boshlandi va so'nggi yillarda Qashqadaryo viloyatida o'nlab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Sanoat jadal rivojlanib, neft, gaz kimyosi, qurilish materiallari, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoati sohalarida yangi korxonalar tashkil etilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hajmi sezilarli darajada kengaydi. Agrar sohada zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, intensiv bog'lar, issiqxona xo'jaliklari kengaymoqda. Shu bilan birga suv resurslaridan oqilona foydalanish va suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar ham salmoqli. Yangi maktab, bolalar bog'chalari, tibbiyot muassasalari barpo etilmoqda. Ichimlik suvi, energiya ta'minoti tizimlari modernizatsiya qilinib, yo'l infratuzilmasi jadal rivojlantirilyapti. Tabiiyki, bunday o'zgarishlar aholining turmush sifati oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish ham muhim omillardan biriga aylandi. Viloyatda yangi kichik va o'rta biznes korxonalari tashkil etilmoqda. Minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu sa'y-harakatlar aholining daromadi oshishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga investitsiyalarni jalb etish, ishbilarmonlikka qulay muhit yaratish natijasida hududda sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohalarida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, hududlarni rivojlantirish masalasi davlatimiz rahbarining shaxsan nazoratida. Prezidentimiz viloyatlarga tashrifi davomida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalar bilan tanishib, yangi o'sish nuqtalarini belgilab beradi. Bundan tashqari hududlarni rivojlantirishga bag'ishlangan muntazam yig'ilishlar o'tkazish amaliyoti ham hozirda samarali mexanizmga aylangan. Joriy yil boshidan buyon shunday yig'ilishlar bir necha bor o'tkazilib, ularda hududlardagi muammolar atroflicha tahlil qilinmoqda. Aniq qarorlar qabul qilinib, yangi rivojlanish dasturlari shakllantirilmoqda. Aynan shu kabi tizimli yondashuv, strategik rejalashtirish, investitsiyalar jalb etish, infratuzilmani
modernizatsiya qilish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali hududlarning ulkan salohiyati bosqichma-bosqich ro'yobga chiqmoqda. Bunday jarayon esa mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Chunki kuchli hududlar bu kuchli iqtisodiyot, biznes uchun yangi imkoniyatlar va eng muhimi odamlar uchun yanada yuqori turmush sifati demakdir. Qashqadaryo viloyatining kelgusidagi rivoji uchun bo'lib o'tadigan muhim yig'ilish oldidan kun tartibida muhokama qilinadigan asosiy masalalar, yirik loyihalar, yaqin istiqboldagi rejalar xususida hamkasbim vazirlar bilan suhbatda bo'ldi. O'zim vazirlik qismida gapiradigan bo'lsam, viloyatda bandlikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta marralar olingan. Xususan mana yil boshida 6,5% bo'ladigan bo'lsa, kambag'allik darajasi yil oxiriga tushini 3%gacha 2 barobardan ko'proqga qisqartirish. Xuddi shu singari ishsizlik darajasini ham 4,9% dan 3%gacha qisqartirish belgilangan. Endi buning uchun bandlik dasturi ishlab chiqilgan. Bu dasturga asosan qariyb 508 ming odam qamrab olish reja qilingan. Shundan 87 ming odamni doimiy ishlayga joylaydigan bo'lsak, moliyaviy instrumentlardan foydalangan holda qo'shimcha tadbirkorlik qilish ham, boshqa yo'nalishlarda ham 340 ming odamni daromadini oshirish reja qilingan va bundan tashqari yana muhim yo'nalishlardan biri bir qariyb 80 mingga yaqin odamni norasmiy faoliyatini ham rasmiylashtirish reja qilingan. Qashqadaryo viloyatini demak iqtisodiy rivojlantirish uchun 26-yilga katta rejalar va marralar olingan. Shu viloyatda iqtisodiy o'sishda yalpi hududiy mahsulotni o'stirish 8,2% ga erishish, sanoat 8,6%, xizmatlar sohasida 16%. Bu bo'yicha aniq har bitta yo'nalishda katta loyihalardan tortib kichkina loyihalarimiz bor. Misol uchun agar sanoatni oladigan bo'lsak, Qarshi shahrining o'zida Muborak tumanida 200 gektar innovatsion industrial park tashkil qilinishi, Kosonda sanoat zonasi tashkil qilinishi, Nishon tumanida ham mana shunaqa rejalarimizni olganmiz. Yana bitta yo'nalish bu o'sha go'sht qayta ishlash, umuman qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, xorijiy davlatlarga eksport qilish loyihalarini ustida ishlangan. Qashqadaryoda turizmni rivojlantirish bo'yicha katta imkoniyatlar bor. O'tgan yil hurmatli prezidentimiz o'zlari borib ko'rdilar. Shu tajribani Maydanakda atrofiga tarqatyapmiz. Qashqadaryo viloyati bo'yicha juda katta takliflar va yangi rejalar bilan kelingan bu yig'ilishga. Prezidentimiz raisligida o'tgan navbatdagi yig'ilish Qashqadaryo viloyatidagi islohotlar natijadorligi hamda kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalarga bag'ishlandi. Davlatimiz rahbari Qashqadaryo o'zining katta hududi, boy tabiiy resurslari, rivojlangan sanoati, mehnatkash va tadbirkor xalqi bilan ulkan salohiyatga ega ekanini ta'kidlab o'tdi. O'tgan yili yalpi hududiy mahsulotda 6,8%, sanoatda 7,2%, xizmatlar sohasida 13,6%, qishloq xo'jaligida 4,3%lik o'sish qayd etildi. 2017-2025 yillarda aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 3,2 barobar o'sib 26,9 million so'mga yetgan. Ishsizlik va kambag'allik darajasi tegishli ravishda 4,9 va 6,5% gacha tushdi. 2026-yilda iqtisodiyot tarmoqlarida yangi loyihalarni amalga oshirish hisobidan sanoatda 8,6%lik o'sishni ta'minlash, 3,5 milliard dollar investitsiya hisobiga 727 million dollarlik mahsulot eksport qilish rejalashtirilgani qayd etildi. Natijada viloyat iqtisodiyoti 8,2% ga, xizmatlar 15,9%, qurilish 13,2% ga, qishloq xo'jaligi 5,8% ga o'sishi kutilmoqda. Sanoatda 1,7 milliard dollarlik 195 ta loyihani ishga tushirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda mikrosanoat markazlari tashkil etish orqali tarmoqlarda yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash zarurligi qayd etib o'tildi. Viloyatda qator yirik sanoat loyihalarini amalga oshirish rejalari haqida ham axborot berildi. Jumladan mato, kiyim-kechak, gigiyenik vositalar, qishloq xo'jaligi texnikasi va uskunalari, elektr avtomobillari uchun quvvatlash stansiyalari, fibrosementli panellar va devor plitalarini ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Muborak maxsus innovatsion sanoat zonasi va Qarshi yashil texnologiyalar sanoat zonasini tashkil etib, 2026-2027 yillarda ularda 1,1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 36 ta loyihani amalga oshirish hamda 6 mingga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Yangi yondashuvlar asosida mahallalarni chuqur va o'rta ixtisoslashtirish, imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish hisobiga kambag'allikni qisqartirish zarurligi ko'rsatib o'tildi.
Xususan mahallalarda 820 milliard so'mlik kreditlar, 50,3 milliard so'mlik suda va subsidiyalar ajratish, o'zini o'zi band qilganlarni esa qo'llab-quvvatlash orqali 48 mingta tadbirkorlik subyekti tashkil etiladigan bo'ldi va 31 mingta mikro loyiha amalga oshiriladi. Natijada e'tibor qarating, 2026 yil yakuniga qadar ishsizlikni 3.2%ga, kambag'allikni 3%ga tushirish. Bunda G'uzor, Qamashi, Ko'kdala, Mirishkor, Shahrisabz va Yakkabog' tumanlarini kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsad qilingan. Dunyoda go'sht narxlari oshib borayotgan hozirgi sharoitda viloyatda chorvachilik, ozuqa bazasini mustahkamlash, yaylov yerlardan unumli foydalanish bo'yicha yangi tizim joriy etilayotgani ham ta'kidlab o'tildi. Bunda 2030-yilgacha 200 ming gektar, shu jumladan 2026-yilda 15 ming gektar yerni o'zlashtirish, infratuzilma bilan ta'minlash orqali ozuqa ekinlari, kartoshka, sabzavot, dukkakli va moyli o'simliklar yetishtirish hajmlarini oshirish vazifasi qo'yildi. Joriy yilda g'alla hosildorligini o'rtacha 84,8 sentnerga, paxta hosildorligini 47,5 sentnerga, kartoshka hosildorligini esa 175 sentnergacha oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, 48 ta g'alla kombayni, 272 ta chigit ekish seylkasini xarid qilish, suv tejovchi texnologiyalar va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish hisobiga qishloq xo'jaligida daromadni 20-35% ga oshirish imkoni mavjudligi ko'rsatildi. E'tibor qaratilgan yana bir muhim jihat bu suv ta'minoti Qashqadaryo uchun eng og'ir masalalardan ekani qayd etildi. Ekinlarning katta qismi nasos orqali sug'orilishi sharoitida 2026-yilda 320 kilometr magistral va 3300 kilometr ichki kanallarni betonlash, 70,600 gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, 27,400 gektarda lazerli tekislash ishlarini amalga oshirish hamda 16 ta nasos stansiyasini modernizatsiya qilish vazifalari belgilab berildi. Bu orqali 800 million kub metrgacha suv iqtisod qilinishi kutilmoqda. Yig'ilish davomida ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Hisorak suv omboridan Qarshi shahriga suv tortish loyihasi ishlab chiqilayotgani ma'lum qilindi. Ushbu loyiha doirasida 16 ta ichimlik suvi inshooti va 416 kilometr tarmoq quriladi. Qarshi hamda Shahrisabz shaharlari, Dehqonobod va Qamashi tumanlaridagi kanalizatsiya tarmoqlari rekonstruksiya qilinishi aytib o'tildi. Turizm salohiyatini to'liq ishga solish bo'yicha yiliga 1 million sayyohni jalb qilayotgan Miraki shaharchasi tajribasi asosida yangi loyihalarni qolgan tumanlarda ham kengaytirish zarurligi ta'kidlandi. Qamashi tumanida Maydanak Balandtog' turizm markazini tashkil etish, Shahrisabz tumanida esa bir vaqtning o'zida 13 ming sayohatchiga xizmat ko'rsatadigan G'elon xalqaro umummavsumiy kurortini barpo etish, Yakkabog' tumani Tatar qishlog'ida turizmni rivojlantirish, Hazrati Sulton cho'qqisi hududida trekking yo'nalishlari va chodirli uylar oromgohini tashkil etish loyihalari shular jumlasidan. Umuman joriy yilda 45 ta mehmonxona va mehmon uyi tashkil etilib, qo'shimcha 1130 o'rin yaratilishi belgilab berildi. Viloyatda yo'l, uy-joy va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha ham aniq dasturlar muhokama qilindi. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi 2 ta tuman va 46 ta mahallada, shuningdek og'ir toifadagi 3 ta tuman va 108 ta mahallada ichki yo'llar, suv ta'minoti, sug'orish infratuzilmasi hamda elektr tarmoqlarini yaxshilash uchun jami 864 milliard so'm mablag' yo'naltirilishi belgilandi. Ijtimoiy yo'nalishda oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish bo'yicha ko'rsatkichlar belgilab berildi. Jumladan, yangi davlat va xususiy bog'cha, maktablar tashkil etish, 120 ming nafar xotin-qizning bandligini ta'minlash, 21,100 nafarini kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish, ayollar daftari orqali 102 ming nafariga yordam ko'rsatish choralari nazarda tutilgan. Yig'ilishda davlatimiz rahbariga Germaniya bilan hamkorlikda tartibli mehnat migratsiyasi va kasbiy tayyorgarlik bo'yicha yangi tashabbuslar taqdim etildi. 2026-yilda 3 ming nafar, 2027-yilda 5 ming nafar yoshni Germaniyaga ishga yo'naltirish, ularni o'qitish uchun Qarshi shahrida ta'lim va texnologiyalar markazini ochish rejalashtirilganligi aytib o'tildi. Yig'ilish yakunida davlatimiz rahbari belgilangan vazifalar ijrosini qat'iy nazoratga olish, investitsiya va eksport ko'rsatkichlarini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Prezidentimiz tomonidan qator topshiriq va yo'nalishlarni oldik. Viloyat yalpi hududiy mahsuloti oxirgi 5 yilda 1,5 barobarga o'sdi. Qishloq xo'jaligi 1,2 barobar, sanoat 1,6 martaga, qurilish 1,7 marta, xizmatlar 2 barobarga o'sdi. Joriy yilda ham juda katta rejalarni olganmiz. 2026-yilda yalpi mahsulotimiz 108,2% ga, sanoatimiz 108,6% ga o'sadi. Xizmatlarda 116%, qishloq xo'jaligida 105,8% ga, qurilishda esa 14% ga o'sishini ta'minlaymiz. Kambag'allik darajasi viloyatda 3% ga pasaytiramiz.
9 ta tumanimiz ishsizlik va kambag'allikdan xoli hudud bo'ladi. Bular demak Qarshi, Shahrisabz shaharlari, Kitob, G'uzor, Qamashi, Ko'kdala, Mirishkor, Shahrisabz va Yakkabog' tumanlari. Joriy yilda 507 mingta yangi ish o'rinlari yaratishni reja qila olganmiz. 86 ming doimiy ish o'rni yaratish, 77 ming ish o'rnini soyadan chiqarish, 343 ming aholi daromadini oshirish hisobiga demak ishsizlik darajasi 3.2% ga tushiriladi. Birgina Qashqadaryo erkin iqtisodiy sanoat zonasida 195 million dollarlik 26 ta yangi loyihalar ishga tushadi va buning natijasida birgina erkin iqtisodiy zonani o'zida 5 mingta yangi doimiy ish o'rni yaratiladi. Bu yil tarmoq korxonalari bilan birgalikda jami 3,5 milliard dollarlik investitsiya o'zlashtiramiz. O'sish sur'ati 1.6 barobarda tashkil qiladi. Qisqa muddatlarda 334 million dollarlik 18 ta yirik investitsiya loyihalarini ishga tushiramiz va investitsiya bo'yicha hamkor davlatlarimiz soni 20 taga yetadi. Eksport hajmini esa biz 1 milliard dollarga yetkazish o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p marra reja olganmiz. 2026-yilda demak 150 ta sanoat korxonalarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar 60 ta davlatga eksport qilishni biz rejalashtirganmiz. Prezidentimiz o'rgatganlaridek shaharsozlik va aholi punktlarini rivojlantirishga ilm bilan yondashib, aholini ijtimoiy moslashuvidan kelib chiqqan holda, markazlashgan holda, urbanizatsiyani e'tiborga olgan holda 2026-yilda yangicha ham rejalarni olganmiz. Birgina agar Qamashi tumanini oladigan bo'lsak, Qamashi tumanida barpo etiladigan Yangi O'zbekiston massivimizda Fransiyani Group Hoyt hamda Buyuk Britaniyani Buyroq Happold kompaniyalari tavsiyasi bo'yicha milliylikni hisobga oladigan zamonaviy demak massivlar bunyod etilyapti. Bugungi yig'ilishda berilgan barcha topshiriqlarni men shaxsan o'zim rahbarligimda barcha viloyat, tashkilot, korxona rahbarlari, tuman shahar hokimlari bilan birgalikda ijrosini so'zsiz ta'minlaymiz. Qashqadaryo umuman qishloq xo'jaligi sohasini olib qaraganda juda ham katta imkoniyatga ega bo'lgan viloyat. O'tgan yili 104.3% ishlab chiqarish mahsulotlarini yaratgan bo'lsak, bu yilgi marra ancha yuqori. Prezidentimiz belgilab berdilar. Bu yil 105.8% ga ko'tarish bo'yicha aniq rejalarni belgilab oldik. Albatta bu birinchi o'rinda paxtachilik, g'allachilikda asosan intensiv texnologiyalarni joriy etish bo'yicha katta ishlarni olib boryapmiz. Prezidentimiz alohida topshiriq berdilar. Mana shu irrigatsiya universitetining olimlari bilan birgalikda suv tejash texnologiyalari, umuman suvni boshqarish nuqtai nazaridan, gidromodulni o'zgartirish nuqtai nazaridan Qashqadaryoda bir yangi tajribani yo'lga qo'yish bo'yicha bugun topshiriqlarni oldik. Qolaversa, agrostarlarni kengaytirishi bu juda ham katta Qashqadaryoda imkoniyatlarni ochib beryapti. Yangi Qashqadaryo agrostarni tashkil qilishi o'zi bilanoq bir necha tumanlarda qishloq xo'jaligi ancha rivojlanadi va mahsulotlarni ishlab chiqarish bu joyda mana kartoshkachilikka alohida e'tibor beryapmiz. Umuman 113 ming gektar yerda bu yil sabzavot ekinlarini ekadigan bo'lsak, kartoshkachilikning o'zida 21 ming gektar yerda kartoshkachilik. Misr bilan hamkorliklar doirasida kamida 50 gektar yerda yangi urug'chilik tashkil qilindi. Qashqadaryo viloyati bu respublikamizda eng ko'p qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiriladigan viloyat bo'lib, bu mahsulotlarni yetishtirish uchun albatta katta miqdorda suv talab qilinadi va viloyatga suvni olib kelish uchun dunyodagi eng yirik nasos stansiyalar, qarshi nasos stansiyalar, kaskad nasoslar ishlaydi va shundan 6 ko'tarmasi Turkmaniston Respublikasidan mana shu nasoslar bilan suvlarni olib kelamiz. Qarshi nasos stansiyalar rekonstruksiya qilish natijasida elektr energiya iqtisod qilishga erishildi. 2025-yilning o'zida bir yilda 800 million kubometr suv tejaldi. Ya'ni suv tejamkor texnologiyalar jalb qilindi. Yerlarni lazer tekslash yordamida suvni iqtisod qilishga erishildi. Bu yil yana katta vazifalar oldimizga qo'yildi. Muborak tumanida suvlarning behuda oqib ketmasligi uchun 20 million kubometrlik suv ombori qurish masalasi, uni kanallarni betonlashtirish bo'yicha masalalar oldimizga qo'yildi.
Albatta yangi yerlarni oborotga kiritish, suvlarni ehtiyot qilish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Bunda 39.000 gektar maydonda Shinjon usulida paxta tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilgan holda ekish ham katta samara beradi. Bu yil mana suv omborlarimizda yetarli miqdorda suv yig'ishga erishildi. Bugun Talimarjon suv omborida 1 milliard 50 million kubometrdan ortiq suv yig'ilgan bo'lib, 70.000 gektar maydonda mana shu har xil suv tejamkor texnologiyalar foydalaniladi. Bu uchun mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Bu borada kerakli ishlarni amalga oshiramiz. Turizm yo'nalishida Qashqadaryo viloyatida kelgusi yillarda qanday chora-tadbirlar amalga oshirilishi bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilab berdilar va shu bilan birga viloyatni turizm salohiyatini ko'taradigan yangi yo'nalishlar bo'yicha ham tegishli ko'rsatmalar berdilar. Jumladan tasdiqlanadigan qaror bilan Kitob, Shahrisabz va Yakkabog' tumanlaridagi turizm salohiyati yuqori bo'lgan maskanlarda turizm qishloqlarini yaratgan holda u yerda tegishli infratuzilmani shakllantirib, nafaqat xalqimiz va xorijiy mehmonlar uchun ham tegishli sharoitlar yaratish bo'yicha, shuningdek Qashqadaryo viloyatini transport infratuzilmasini Qarshi Shahrisabz orasidagi o'sha tezyurar poyezdlarni haftasiga 3 martagacha ko'tarish bo'yicha ham ko'rsatma berdilar. Shuningdek, avia qatnovlarni ham sonini oshirish bo'yicha ko'rsatma berdilar. Bu hammasi kelgusida Qashqadaryo viloyatida nafaqat sayyohlarning tashrif buyurishi va ularning viloyatda ko'proq qolishiga va viloyat byudjetiga qo'shimcha daromadlarni shakllantirishga imkon beradi. Viloyat hokimligi bilan birgalikda turizm salohiyati hali ochilmagan Dehqonobod, Koson va boshqa tumanlarda ham sayyohlik uchun, turizm uchun ixtisoslashtirish yuzasidan o'zaro rejalarni shakllantirganmiz va bu bo'yicha ham alohida qo'shimcha biz chora-tadbirlarni shakllantirib, viloyatning salohiyatini oshirishga tegishli choralar ko'ramiz. Qashqadaryo viloyati hokimi tomonidan bir tashabbus kiritildi. Demak, shu viloyatda Germaniyaga maxsus tayyorlov kurslarini ochish, buning uchun Germaniyadan ikkita hamkor tashkilotlar bilan kelishuvlar imzolangan haqida hisobot berildi. Shu bilan bir qatorda shu Germaniyaga yoshlarni o'qitishga, til kurslarini, kasbga o'qitishga imkon yaratish maqsadida yordam so'ralgan edi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan shu jamg'armaga, demak migratsiyaga tayyorlash jamg'armasiga 10 million dollar mablag' ajratish haqidagi topshiriqni berdilar. Bu mablag'lar nimaga yo'naltiriladi? Demak, shu chet tillarni o'qitmoqchi bo'lgan va Germaniyada yuqori daromadli ishga joylashmoqchi bo'lgan yoshlarga bir yilga 5000 yevrogacha mablag'ni qo'llab-quvvatlashga berib, sudi ko'rinishida beriladi, qarz ko'rinishida va uni ular ishga joylashgandan so'ng qaytib to'lab berishga imkoniyat yaratiladi. Hurmatli prezidentimiz shu borada aniq ma'lumotni aytdilar, aniq yo'nalishni berdilar. Demak, shu Germaniyaga borib ishlab kelgandan so'ng birinchi navbatda o'zini shu xalqaro standartlarga mos ishga ko'nikmasi oshib kelishi va shu ko'nikmani ertaga O'zbekiston hududida joriy qilishi, o'zini yaqinlariga, hamkasblariga, qo'ni-qo'shnilariga shu yangi tartibda, Yevropa tartiblarida ishlashga imkon yaratishiga urg'u berildi. Viloyatda amalga oshirilayotgan qaysi bir dastur yoki loyihani biz olmaylikki, unda albatta xotin-qizlarning ulushi alohida e'tiborga ega. Chunki istiqomat qilayotgan aholining qariyb 50%ni, 49.7%ni xotin-qizlarimiz tashkil etadi. Viloyatimiz 36 mingdan ortiq tadbirkor xotin-qizlar faoliyat yuritmoqda. Hunarmand xotin-qizlarimizning soni yildan yilga ortib boryapti. Lider tadbirkor ayollarimizni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Sayyor qabullar o'tkazilib, joylarda xotin-qizlarning loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasida alohida dasturlar ishlab chiqilyapti. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan yaqindagina bo'lib o'tgan tantanali tadbirda ham hurmatli prezidentimiz tomonidan xotin-qizlar sohasini rivojlantirish borasida bir qator loyihalar, vazifalar belgilab berildi. Jumladan daromadli ayol loyihasi haqida gapirar ekanmiz. Bizning viloyatimizda ham bu borada 385 ta loyiha ishlab chiqilgan. Bu loyiha doirasida 20 mingdan ortiq xotin-qizning bandligi ta'minlanadi. Har bir mahallada xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish va salomatligini mustahkamlash markazlarining faoliyatini yo'lga qo'yishga ham alohida e'tibor qaratilgan. 2026-yilning yakuni bilan 116 ta xuddi ana shunday markaz o'z faoliyatini boshlaydi va bu markazlar
albatta xotin-qizlarimiz tadbirkorligini rivojlantirishga va ularning hunarmandchilik loyihalarini qo'llab-quvvatlashga va salomatligini mustahkamlash borasidagi o'ziga xos bir mexanizm bo'ladi. Taqdimotda nafaqat Qashqadaryo viloyatining, balki Kasb tumanida 2026-yildagi amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha bir qator imtiyozlar, imkoniyatlar berildi. Xususan Kasb tumani 2026-yilda og'ir toifaga kiritilgan tumanlar qatorida Kasb tumaniga ham respublika byudjetidan 50 milliard so'm, viloyat byudjetidan 10 milliard so'm, jami 60 milliard so'm. Qo'shimcha bizda 6 ta mahallamiz og'ir mahallalar toifasiga kiritilgan. Bunga 3 milliard so'mdan jami 18 milliard so'm. Xuddi shunday yangi O'zbekiston qiyofasiga kiritilgan 2 ta mahallamizga 5 milliard so'mdan 10 milliard so'm, jami 88 milliard so'm o'sha tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun mablag' ajratiladi respublika byudjetidan. Bu endi ajratilgan mablag'larda 17 milliard so'mi ta'lim sohasiga, 15 milliard so'mi tibbiyot sohasiga, 9,5 milliard so'm yaqin mablag' yo'l sohasiga, 3,5-4 milliard so'm atrofida mablag'imiz elektr energiya. Umuman ajratilgan mablag'lar aholini kayfiyatiga ta'sir qiladigan, aholini ijtimoiy iqtisodiy masalalarni yechib berishga qaratilgan. Buning natijasida 2026-yil yakuni bilan tumanda kambag'allik, ishsizligimiz 3,2% atrofida bo'lishi kutilyapti. Taqdimot dasturida berilgan topshiriqlarda Kasb tumanida ijrosini so'zsiz ta'minlash bo'yicha barcha zaruriy choralarni ko'ramiz. Shahrisabz tumanida 4,5 trillionlik umumiy bizda loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, qishloq joylarini rivojlantirish davlat dasturi bo'yicha 5 ta mahallamizda 132 milliard so'mlik Islom taraqqiyot bankining mablag'i hisobiga infratuzilmalar yangilanmoqda. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlari yangilanmoqda. Bu mahallalarimizda sanoatni, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligiga bu katta turtki beradi. Bundan tashqari oxirgi vaqtlarda Shahrisabz tuman tog'li hududlarda, daryolarda gidroelektr stansiyalar qurilish jadallik bilan rivojlanyapti. Hozir bizlarda 6 ta gidroelektr stansiyasi 83,6 million dollarlik loyihalar bu yil yakunlanadi. Bunda Yaponiya loyihasi asosida Xitoy kompaniyalari, Angliya kompaniyalari birgalikda loyihalar amalga oshirilyapti. Bu yilgi bizda endi yangi loyiha bu Malayziyani kompaniyasi bilan birgalikda tog'li hududlarimizda 30 million dollarlik GESlar qurilishini to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlikka imtiyozlar berilish bo'yicha kelishib olindi. Shuningdek, 106 ta 1,16 trillion so'mlik tadbirkorlik loyihalari yil davomida ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Katta loyihalarimiz bilan bir vaqtda qishloq joylarimizdagi kichik loyihalardan tortib qishloq xo'jalik loyihalarimiz, ayni aholi dehqon xo'jaliklari, tomorqa yer maydonlaridan foydalanish va tartibli tashkillashtirilgan migratsiyagacha bo'lgan barcha jarayonlarda har bir aholimizni ish bilan ta'minlashda reja qilib olganmiz.